Kamroq to'lov bilan foizsiz rassrochkalar ochilsa xabarimiz bo'lsin degan obunachilarimiz uchun Tigo 7 Pro mashinamizni 5 yilgacha foizsiz rassrochkalar ochilgan. Mashinamizga boshlang'ich to'lov eng kam tannarxini 20% dan boshlanadi. Boshlang'ich to'lovingizga qarab rassrochka muddati uzayib boradi. 20% to'lov bilan 1 yilga, 25% tannarxidan to'lov qilsangiz 2 yilga, 30% to'lov qiladigan bo'lsangiz 30 oyga, 50% bilan 3 yilga, 60% to'lov bilan 5 yilga o'zini narxini bo'lib to'lashga xarid qilasizlar. Bu Tigo 7 Pro mashinamiz o'rindiqlari istada hammasi ekoko'ja bilan jihozlangan. Kattagina panorama tom, беспроводной zaryadnik, barda холодильник, skorost joystick bo'ladi, rol elektropaket, splashnoy ketgan monitor. Juda ham chiroyli. O'rindiqlari сохранить sidenalari mavjud. Migirovkasi elektronniy bo'ladi, обшивкалari ham ekoko'ja bilan jihozlangan. Juda ham keng mashinamiz hisoblanadi. Orqa kengligiga alohida e'tibor berasiz, ekoko'ja bilan jihozlangan. Haqiqiy biznes segmentdagi avtomobil hisoblanadi. Juda ham keng. Panorama tomlari. Обшивкалari ham ekoko'ja bilan jihozlangan. Orqa bagaj ochilish, yopilish elektronniy. Ko'pchilikni qiziqtirgan bu mashina chiqishi bilan tashqi dizayni haqiqatan ham yorib yuborishgan. Like bossa arziydi. 50% to'lovi bilan oladigan mijozlar uchun 3 yilga uzun narxda chiqadi. Agar 60% to'lov qilsangiz 5 yilga chiqadi. Oylik to'lovingiz 2 million 300 ming so'mdan chiqadi. Mashinamiz narxi 344 million 900 ming so'm. Naqd to'lovda oladigan mijozlar uchun chegirmalarni ham qilib beramiz. Bunaqa imkoniyatlarni qo'ldan boy bermaslik kerak. Bizning manzilimiz Namangan shahar, Do'stlik bozor, Promzonaning yo'lida joylashganmiz. Hammani avtosalonda kutib qolamiz. Pastdagi nomerlarga telefon qiling, lokatsiyani ham tashlab berishadi.